Assalomu alaykum. Bizga sotib boradigan obunachilarimiz, Sunasos ishqibozlari. Xo'p, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga talablarga binoan 150 talik benzinli sunasoslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Video davomida shular obzorini qilib, narx ma'lumoti bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir robitadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Dastavkalar kelishilgan holatda bor. Ko'pchilik akalarimiz ukam 150 talik benzinli sunasoslardan ham bormi degan akalarimiz uchun olib kelib qo'ydik. Ko'rishlari mumkin. Birinchi o'rinda akalar motorlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Motorlari 192F motorlar bilan jihozlangan benzinli motopompa bo'ladi. Soatiga akalar 180 tonna 200 tonnagacha suv tashash uchun mo'ljallangan. Xo'p, benzin baki 5 litrli bitta to'ldirib olsalar akalar 4 soat, 5 soat, 6 soatgacha bemalol xizmatlarini qilib beradi. 150 talik sunasosimizni ham motorini holatiga qarab narxi o'zgaradi. Akalar bu motor eng katta variantidan 190 motor hamda 192, 188 motorlarga bo'linadi. Xo'p, buni motori akalar 192F motor, keyin o'zida buni maslahatchilargacha bor. Yog'i kamayib, ozayib qoladigan bo'lsa, avtomatik o'chish xususiyatiga ega, ruchni tortib yo'zg'ilinadi, ko'rishlari mumkin. Yonbosh tomonida o'zini zavodnoyi bor, bemalol tortib yurg'izishlari mumkin akalar. Vozdixlari maslini yoqib ishlatasizlar, uzoqroq xizmat qilib beradi. Pompasini kirchatkalari 150 talik pompalar bilan jihozlangan. Mana ma'lumotlarni bemalol o'qib olishlari mumkin akalar. 2025-yilda mahsuloti ko'pchilik astatikasi sotishadi akalar, bular astatik emas. O'zida klapinlarigacha qo'yilgan holatda bo'ladi akalar. Xo'p, olib borib turib, avtomatik holatidan chiqarib turib ishlatasizlar akalar. Avtomatik holatida pompasiga suv qo'yib ishlatilinadi. Komplektidan akalar so'rg'ichlarning uchiga tushadigan o'zining klapinlari ham yo'q, komplekt holatda beriladi. Ko'rishlari mumkin. Rama qismlari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Motorning ot kuchi 17 talik bo'ladi. Soatiga aytganda 180 tonnagacha, 200 tonnagacha suv tashiydi. Dehqon akalarimiz uchun juda ham zo'r tanlov, to'ki yo'q joylar uchun yerda o'rtasiga olib borib ishlataman degan akalarimiz juda ham zo'r tanlov. Soatiga 1 litr 200 gacha ham salal benzin rasxod qilib beradi. Narxi $550. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Shunaqangi benzinli sunasos qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysalar kelar, biz topish anchagina oson bo'ladi. Pastda nomerlar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalar, to'liqroq ma'lumotini berib, tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Shunaqangi benzinli sunasos qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Bizda bundan tashqari 100 lik, 76 lik, 50 lik hamma ob'yomdagisidan bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar.